Toshkent davlat texnika universiteti mexanika muhandisligi fakultetining yer usti transport tizimlari kafedrasi dunyoning top 300 reytingiga kirgan universitetlarning ilg'or tajribalari asosida tashkil etilgan. Kafedrada kunduzgi, kechki va sirtqi ta'lim shaklida bakalavrlar tayyorlanadi. Muxbirimiz esa ushbu kafedra faoliyati bilan yaqindan tanishgan. Keling, tomosha qilamiz. Yer usti transport tizimlari kafedrasida transport vositalari muhandisligi va mexanika muhandisligi ta'lim yo'nalishlarida bakalavrlar tayyorlanadi. Dars jarayonlari tajribali professor o'qituvchilar ishtirokida olib boriladi. Kafedrada spin-off to'garagi tashkil qilingan, ya'ni avtoservis tashkil qilingan. Bu talabalar bunda ham bilim olishlari bilan birga olgan nazariy bilimlarini amalda o'z ko'zlari bilan ko'rib, uni amalda ko'rib qo'llashlari mumkin. Undan tashqari ularning bu sohaga bo'lgan qiziqishlarini albatta oshiradi. Toshkent traktor zavodida kafedraning filiali tashkil qilingan. Ushbu filialda talabalar 4+1, ya'ni 4 kun bu yerda kafedrada o'qiydigan bo'lsa, bir kuni o'sha korxonada o'zining amaliy bilimlarini yana chuqurlashtirib o'tiladi. Kafedrada Unitex avtoservis spin-off korxonasi tashkil qilingan bo'lib, bu talabalarning yetuk mutaxassis bo'lib yetishishlarida muhim ahamiyat kasb etadi. Kafedramizda yangi Unitex avtoservis spin-off korxonasi tashkil etilgan bo'lib, bunda talabalarimiz ham ishlashi va o'rganishlari mumkin. Talabalarimiz kelajakda yetuk mutaxassis kadr bo'lib yetishishda va ularning ishlash layoqatlarini oshirishda muhim rol o'ynamoqda. Bizning kafedramizda eng so'nggi zamonaviy laboratoriya stendlari bilan jihozlangan. Ushbu laboratoriya stendlarida bizning talabalar o'zlari olgan nazariy bilim va ko'nikmalarni qo'llab kelmoqdalar. Kafedra zamonaviy laboratoriya jihozlari bilan to'liq ta'minlangan bo'lib, talabalar o'z sohasi bo'yicha fanlardan olgan nazariy bilimlarini amaliy jihatdan mustahkamlamoqda. Bakalavriat ta'lim yo'nalishini bitirganimizdan so'ng avtomobilsozlik va traktorsozlik, qishloq xo'jaligi mashinalari sohasiga bog'liq bo'lgan, shu jumladan Avtosanoat aksiyadorlik jamiyatiga qarashli ishlab chiqarish korxonalari, Toshkent traktor zavodi, BYD O'zbekiston, Adem Jizzax kabi o'nlab korxonalarda, shu jumladan ta'lim sohasida va texnik xizmat ko'rsatishda ishlashimiz mumkin. Biz darslarda olgan nazariy bilimlarimizni laboratoriya mashg'ulotlarida kafedramizning o'zida buni takrorlab yana chuqurroq o'zlashtirishimizga ko'proq imkoniyatlar yaratilgan. Shu jumladan pnevmatik tormoz tizimi, rul mexanizmlarini o'rganish, ABS tizimlarini o'rganish kabi jihozlar bilan jihozlangan. Biz bu yo'nalishimizni tugatgandan keyin UzAvtoMotors, Toshkent traktor zavodi, keyin Adem Jizzax zavodlariga ishga kirishimiz mumkin bemalol. Talabalar bakalavriat ta'lim yo'nalishini tamomlagandan so'ng avtomobilsozlik va traktorsozlik, qishloq xo'jalik mashinalari sohasiga bog'liq korxona va tashkilotlarga ishga joylashishlari mumkin.